oshpaz aka, baliqlarni dahshat qovurasiz, tillardi. Besh ketaman deyapti. Mayli, senga shu baliqga klientga boshqa qovurib beraman. Rostdan ham. Zalotli odamsiz. Rahmat aka. Salatchopa salatlar dahshat qilasiz. Pomidorlar raqqosga o'xshaydi, bodringlar raqqosga o'xshaydi. Gapi yo'q opa. Uyaltirmang Ehson aka. Men salat sizga klientga boshqa tayyorlab beraman. Shartmas edi salatchopa, rahmat. Yaxshimisiz? Xo'jayin sizga yolg'on xudoga uchun. Sizda zo'r odamlar, sizda aqli dunyoda bitta. Siz saxiysiz xo'jayin, sizda mehribon odam yo'q. Ishlaringizda juda ham mehribonsiz. Rahmat. Oilangizni ilk barobar ko'tardim. Hamma pul sizga. Hep baraka toping. Zo'r yigitsiz o'zi. Rahmat xo'jayin, boringizga shukr. Husanjon, siz boshqacha xodimsiz-da. Qani bir odamlar qolganlar ham sizga o'xshab ishlasa, men sizga havas qilaman. Sizga bir mehnatkashsiz, qancha oylik bersa kam sizga. Xudo xolasa, yangi yilga sizga bitta laset sovg'a qilaman. Oling pulingizni. Menga pul kerak emas. Pulsiz ishlayman men. Olmaysizmi? Mayli, o'zingiz bilasiz. Mayli, salomat bo'lasiz. Hozir nima bo'ldi? O'zim istedim, o'zimga qoladimi? Pulim bering.